Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga dunyodagi eng mashhur bukmeker platformalardan biri BirXBet haqida gapirib beraman. Agar siz hali BirXBetdan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, hozir ayni vaqti. BirXBet orqali siz sportga stavka qo'yish, kazino o'yinlari o'ynash va hatto telefon orqali pul ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ro'yxatdan o'tish juda oson va atigi bir necha daqiqa vaqt oladi. Buning uchun birinchi navbatda BirXBet rasmiy saytiga yoki app ilovasiga kirasiz. Keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Shundan so'ng siz telefon raqam orqali yoki email orqali akkaunt ochishingiz mumkin. Eng muhim joyi promokod kiritish qismi. Bu yerga albatta promokod BirXBet Pro deb yozing. Nega aynan shu promokodni kiritish kerak? Chunki BirXBet Pro promo kodi orqali siz maxsus bonuslar, aksiyalar va ba'zi hollarda depozitga qo'shimcha bonuslar olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish tugagandan keyin siz akkauntingizga kirib depozit qilishingiz, ya'ni pul kiritishingiz mumkin. BirXBetda depozit qilish ham juda oson. Siz Ustart, Humo, elektron hamyonlar yoki boshqa to'lov usullari orqali pul kiritishingiz mumkin. Pul kiritgandan keyin esa siz sport stavkalari, live o'yinlar yoki kazino slotlari orqali o'ynab ko'rishingiz mumkin. BirXBetning yana bir katta afzalligi bu tezkor pul yechish tizimi. Agar siz yutib olsangiz, pulingizni tezda chiqarib olishingiz mumkin. Ko'pchilik odamlar hozir telefon orqali BirXBetda o'ynab yaxshi daromad qilayotganini ko'rish mumkin. Agar siz ham sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, hozir ro'yxatdan o'ting. Yana bir bor eslataman. Ro'yxatdan o'tayotganda promokod BirXBet Pro'ni kiritishni unutmang. Shunda siz maxsus bonuslar va imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Agar sizga BirXBet haqida qo'shimcha ma'lumot, app yuklab olish yoki yangi bonuslar kerak bo'lsa, video ostidagi havola orqali bizning Telegram kanalimizga ham qo'shilishingiz mumkin. Omad sizga yor bo'lsin va o'yinlaringiz omadli kelsin.